shu kungacha sun'iy intellekt fikrlashni o'ldiradi. Sun'iy intellekt odam zotni fikrlash qobiliyatidan rasvo qilyapti. Men shunga o'xshagan gaplarni ko'p podkastlarda ham aytdim yoki bo'lmasa har xil konferensiya yig'inlarda hammasida shunga o'xshagan gaplar yangraydi. Xo'p, unda sun'iy intellekt odam zotni fikrlashdan to'xtatib turgan bo'lsa, ya'ni undan maqsadsiz foydalanish, tanqidiy fikrlashsiz foydalanish, faqat fikrlashimizni cho'ktirib turgan bo'lsa, unda nima qilaylik degan savolga javobi juda ham oddiy. Sun'iy intellektga biz o'zi har doim takrorlanuvchi, zeriktiradigan o'zimiz ishlar bor-ku, ya'ni bizga bir hayotimizga mazmun bermaydi, lekin shu ishni qilishimiz kerak. Shunga o'xshagan narsalarni topshirishimiz mumkin va o'zimizni qaysidir ma'noda bunaqangi narsalardan ozod qilib, vaqtimizni mazmunliroq narsalarga sarflashga faqat sun'iy intellekt yordam bera oladi. Ya'ni masalani bu tarafdan ham turib qarasak, agar sun'iy intellektni o'rganish faqatgina foydadan xoli bo'lmaydi. Uni javoblarini maqsadsiz qabul qilish yoki hech qanaqangi fikrlashsiz qabul qilish bu aynan fikrlashimizni o'ldiradi.